Assalomu alaykum o'rtoqlar. Efirda yana men Muhammad Zaynobiddin Isomiddinov sizlar bilan 19-aprel yakshanba kuni ertamanda O'zbekiston Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Tartaq qishlog'idan yo'lga chiqdim. O'zbekistondan Qrim Respublikasi Yaltaga qarab 21-aprel seshanba erta saharlab yetib kelganmiz chegaraga, Qozog'iston Rossiya chegarasiga. Hozir O'zbekiston vaqti bilan abitdan keyin 3:30 bo'lyapti. Hali o'chirtimiz kelgan yo'q. Hozir granisalarimiz rosa sutga deganda Qozog'iston Rossiya chegarasiga yetib kelganmiz. Bundan beri 7-8 soatdan beri o'chirib paylab o'tiribmiz. O'chirtimiz kelgan yo'q.